Bu ketishimiz yaxshi emas, akalar, shu yerda men hozir hatto ko'p deyarli hammalarni desam bo'lmaydi-yu, 3-4 talarni ko'rgan ekanman. 99% bugun ko'rib turibman. Lekin Alloh guvoh 100 yil 100 yil kirganim yo'q. Necha yilga tanishlarim bo'lsa, xuddi shuni qabul qilyapman men sizlarni. Nimaga? Tepada aytdim-ku, siz ham Robbingiz Allohda, meni ham Robbim Allohda. Qanday teskari bo'lishimiz mumkin? Maqsadimiz bitta, yo'lda adashib qolyapmiz. Mana hozir kelyapib 300-400 metrda joyga o'tib ketib qolibmiz-da. Shuni yana zadniga qaytdik, yana qaytdik. Xuddi o'shanda agar hozir shopirimizni o'tib ketib qolibmiz demaganda ketardi ya shaharga, bilmayman qayerga borib kelardik. Xuddi o'shanaqangi bizga to'xta deydigan ulamolar kerak-da. Rasululloh aytdilar-ku, agar olimlar bo'lmasa, insonlar bu degan siz bilan mana aytibdilar payg'ambarimiz. Agar insonlar olimlar bo'lmaganda edi, insonlar to'r oyoqli hayvonlarga o'xshab qolar deganlar. Mushotmagin, harom deyotgan kim olim? Ota-onangni oyog'ini uqala deyotgan kim olim? Ota-onangga tik qaramagin, wala taqul lahuma uffin deyotgan kim olim? Ota-onangga uf deb qo'ymagin. Alloh Qur'onda ozorda eng kichigini aytib qo'ydi. U nima edi? Uf deyish. Ota-onaga malollanish. Ona uchun turib beraman deyotgan odam ota-onasiga baqirib tursa, do'qib tursa, gap qaytarib tursa, siz ishingiz nima deb tursa, unda holi nima bo'ladi? Shuning uchun azizlar kitob o'qiylik, o'rganaylik, hadislarni o'qiylik, fiqhlarni o'qiylik. Har sohada mutaxassisga bo'ysunishing vojib bo'ladi. Mana doktorga bordingizmi? Doktor meni yemen dedimi? Shuni yemaslik kerak. Nimaga? Sog'liqqa zararda u. Shuni qilish kerak. Doktor aytadi, 3 yil, 4 yil meni ayolingiz homilador bo'lmay tursin deydi. Chunki bu bildi onani organizmini o'rganib, bildi u organizm bolani ushlab katta qila olmasligiga. Shuni demaylik biz. Nimaga o'zimizga mana masalan mashinani ixtiro qilgan odam benzin quy, salarga quymasa, xo'p deyapsiz-ku bunga. Nimaga buni mutaxassisga xo'p deymiz? Nimaga uyni qurilishida mutaxassisga xo'p deymiz? Nimaga doktorga xo'p demaymiz? Nimaga dinni mutaxassisga xo'p demaymiz? Biz oyat hadisni o'zidan hukm oladigan daraja mujtahid bo'ldik, mujtahid bas. Ahli ilm bas. Talib ilm emas biz hali biz. Qatta biz bitta hadis oyatdan hukm olamiz biz. Mana Rasulullohda hadislari bor. Mana shunaqa hadisni o'zi deydiganlarga-da. Rasululloh aytdilarki, tuya go'shi yeganlar tahorat qilsin dedilar. Nima deymiz bunga? Tuya go'shi yeganlar o'shanda tahorat turdi, tahoratni qilib keldi, hamma yangilab keldi. Nima, tuya go'shi yesa tahorat ketadi? Yo'q, ketmaydi. Ko'ryapsizmi, biz ulamolarning oyatdagi tafsirga, hadisdagi sharhga shuning uchun biz muhtojmiz. Mana Sahih Buxoriyda o'qisangiz, hadislar ketdi. Salat, namoz bobida. Ko'rdim Rasululloh alayhissalomni qo'llarini kindiga ostiga qo'yardilar. Ko'rdim Rasululloh alayhissalomni qo'llarini qoringa qo'yardilar. Eshitdim Rasululloh alayhissalomni valaddolindagi amin dedilar. Rasululloh alayhissalom aytdilarki, sizlarning ominlaring, amin deganlaringda men hadis tarjimasini aytyapman. Sizlar amin deganlaringda valaddolindan keyin osmondagi farishtalar ham amin deydilar. Agar ularning aminiga sizlarning aminlaring to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, gunohlaring kechiriladi dedilar. Bu hadislarni o'qish emas, biz u hadislar uchun dissertatsiya qilganmiz biz. Bu hadislarni aytsangiz yana aytaveraman men. Lekin shu hadislarning ichidan ma'noni olaylik biz. Shu juda ma'qul kelyapti-da. Qanaqadir ma'noni roviylardan, rivoyatchilardan ko'ra ma'noni rivoyatchilari baquvvatga o'xshatdi deb turib, o'rganib turib, ustida dissertatsiya qilib turib, ha biz amin deyman mana. Amin sunnat. Tark sunnat qilmaydi namozda. Sunnat. Faqat nima deymiz biz? Maxfiy, jahri va maxfiy degan narsa bor. Jahri ovozni chiqarish, maxfiy isma'u nafsihi deydi, o'zi eshitsin. Boshqalar eshitmasin. Nimaga? Chunki Imom Azam aytadilarki, "Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan" dedilar. Robbilaringga duo qilinglar, qanday? Kamtarlik bilan, siniqlik bilan g'o'dayib duo qilmanglar. Va maxfiy holatda duo qilinglar. Amin duo bo'lganligi uchun biz buni maxfiy qilaylik dedilar. Bo'ldi, biz shuni oldik. Hadis turibdi. Nima muammo endi? Nima kerak har xillikda? Rasululloh alayhisalom bosh kiyim bilan namoz o'qidilar. Bosh kiyimi bo'lib turib kiymaslik makruh. Lekin bosh kiyimi yo'q bo'lib kelib qolsa, yo'q ekan, bo'pti o'qir deydi.
Lekin bugun qarang, sunnat mustahabni orasida bir-birimizni shu urib yorvoradigan darajaga borib qolyapmiz. Vaholanki siz men siz bilan do'st bo'lishimiz azizlar vojib. Musulmon bilan do'st bo'lishi oddiy bir mustahab amal emas, bu vojib bu. Bugun mustahab sunnat amallarida olib biz vojibni yig'ishtirib qo'yyapmiz. Mani ko'rganda deydi, anim kelyapti deydi. Yo iplos deydi, nima desa deydi xullas. Yangi gap ham topib olishgan tikdi. Bizmiz saroy mullasi ekanmizmish. Alloh taolani javob berasanmiz. Bizni g'amimizni bilmay turib, bizni dardimizni bilmay turib hukm chiqaryapsizmi? Alloh taolada inshaalloh men o'zim so'rab olaman shuni deydiganlar. Javob berasiz hali. Shuna deydiganlar. Ko'zni ochaylik, uyg'onaylik, do'st bo'laylik, birdan bo'laylik. Dindir rivoji orqada ekanmi? Otamizni otasi 13 asrdan oshiq bo'ldi din kirib kelganiga bizni yurtimizga. Nimada yurdi ota bobolarimiz? Ixtilof yo'q edi-yu, ikki xillik yo'q edi-yu. Namozda ko'rinishda ixtilof yo'q edi-yu. Hamma bir xil chiroyli o'qib keldik-ku. Nimaga bugun biz xarallashyapmiz? Nimaga bugun biz bir-birimizga to'mtayapmiz? Mana oddiy misol. Mana shu misolda aytaman. Shu yerda bolalar bir-birimizga do'st bo'lishimizga bitta dalil bo'ladi mana shu. Toshkentga safarga borganimda bir yigit aytdi, "Hozir safda" dedi. Shunday namozdan chiqdik. Safda dedi, "Hozir bittasini oyog'iga tepdim" dedi. Nimaga tepdingizsan? Oyog'ini keruvdi, oyog'imni olib qochdim. Oyog'imni keruvdi, oyog'imni olib qochdim. Ya'ni yopishtirib, og'ir bur tepdim deyapti. Faxrlanib aytayapti buni. Bu musibat, balo mashi emasmi? Tasavvur qiling, masjidda safda turib bir-biriga duo qilyapti. Mayli yopishtirversin. Yopishtirversin. Masjidda Robbingizga sajda qilyapti-yu. To'g'rimi? Iymoni bormi uni? Biz nima qilaylik? Quchoqlashib namozdan keyin quchoqlashib ko'rishib, assalomu alaykum. Oshna, sizni tanimadim. Ismingiz nima? Ha, masalan, Shukrullo, ya rahmatulloh, ya Ulug'bek. Boringizga shukr oshna deb sekin gaplashib chiqib. Oshna namozda yonma-yon turdik. Mashra qildingiz, nima sabab? Ahmad beraman 99% odam shuna qilmayapti. Siz nima buni qilyapsiz oshna? Domlani ham ko'rdim, domla ham chotini kelib bunaqa qilib turmadi. Domla bilaman, arabiyni biladi, madrasada o'qigan. Shu sohadagi islomshunos shu. Nimaga shuna qilmadi ekan oshna? Do'stona gaplashish kerak. Aytadi-yu, yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi, yomon gap bilan qilich qinidan chiqadi. Yana qayta aytaman, biz do'stmiz, aka-ukamiz. Shuni unutmaylik. Bo'ldi, yig'ishtiraylik. Mana mashta aytdim, mana boshida aytdim, bitta juda ko'p erkaklar sharoit taqozosi bilan chetga chiqasizlar. Alloh ilohim doim Allohning panohida bo'linglar. Alloh asrasin. O'ylaganlaringdan ziyoda ko'p dunyo bilan kelinglar ilohim shu joylarga. Shu yerda rivojlantiringlar. Lekin o'sha yerda borib gaplashganda mana ichimizda-chi, mana hamma har xilda e'tiqodi, shijoati, g'ayrati, dunyo qarashi, duxi deydi-yu, hammaligi har xilda. Ularchi qarab turib o'ta shijoatli bolalar tanlaydi-da. Nimaga? 50 ta kuchukcha boqqandan bitta sher boqqan yaxshi ularga. Azizlar, o'shanaqangi o'sha joyda borib sizni tanlab gapirayotganda, avvalo sizni shijoatingizga rahmat. Malades. Lekin shu shijoatingizni aziz do'stim, yo aka yo uka, yaxshilikka ishlating. Shu joyimizni rivojlanishga ishlating. Agar o'sha g'ayrat shijoatingizni ilmga beringda, inshaalloh Buxoriylar yana chiqadi inshaalloh. Ustozlar yana chiqadi. Shu yerda rivojlantiraylik. O'sha shijoat, o'sha g'ayrat, o'sha jur'atni ishlatib, shekib zavod quring. Shuncha yoshlarimiz chetga chiqmasin, chetda ishlasin. Xayrun nas man yanfa'un nas Rasululloh aytadilar. Odamlarning yaxshisi odamlarga manfaat tegadigan. Manfaatimiz istaysin, foydamiz istaysin azizlar. Qo'yinglar, to'g'ri gap, qaysi ma'noda o'zim ham charchadim. Qaysi ma'noda? Gapirmasak iloji yo'q. Yoshlar og'ib ketib qolmasin deb gapiryapmiz. Ular bizni noto'g'ri tushunib bir narsalar deyapti. Biz yana bir narsa deyapti. Bo'ldi, to'xtataylik. Qo'yinglar endi. Bir o'tirib, xulosa qilib, bir yoqadan bosh chiqarib, maslahat qilib. Agar
biz gapirayotgan gapimizga oyat hadisdan dalil top bera olmasak, to'g'risi men qo'l ko'taraman. Men yoshligimda ham, madrasada o'qimaganimda ham, kalta yesam tan olardim, bo'ldi, qo'rqdim sendan derman. Shuna tabiatim shunaqa qanaqadir. Agar sizga oyat hadisdan dalil keltira olmasam, bo'ldi, men past deyman. Uzr, yo boshqa olim bilan gaplashing deyman, yo bo'ldi, men pastman deyman. Har bitta detalimizga, tahoratdagi, namozdagi har bir narsaga hujjatimiz bor. Dalilimiz bor. Safarda sunnat o'qishlikka, oyoq kiyimni qaysinisiga mahs tortsa bo'ladi-yu, qaysinisiga tortib bo'lmaydi. Bunga dalilimiz bor bizga. Siz oyat, hadis deyapsiz-ku, biz algebra, geometriya demaymiz biz ham, astronomiya demaymiz biz ham. Biz ham oyat, hadis dardimiz shu bizga ham. Dardimiz bizga ham shu. Kelinglar, o'sha biz o'zimiz ko'zlagan haqiqatga, o'zimiz ko'zlagan jannatga, o'zimiz ko'zlagan to'g'ri yo'lga kelinglar, birdamlik bilan chiqaylik. Kelinglar, bo'linmaylik. Mana hozir sir emas, hozir bitta joyda yig'ilishni sal eshitdim, shu yerda ham yoshlarning ichida ham bor ekanda, endi bizda ham bor, bu faqat bu joyda emas, bizda ham bor bunaqa fikrliklar. Aqachi ketaman, boraman, o'qilaman, bu qilaman. De o'ylab ko'ring-da. Bizdan ular unumli foydalanyapti, xolos. Bizni ko'kla qilyapti ular. Qani shular o'zi? Qani shular? Rasululloh alayhissalom xo'p, musulmonlarga bostirib kelganda Rasululloh alayhissalom orqada turib olib uradimadilar-ku. Birinchi safda turdilar-ku. Qani ular o'zi birinchi safda? Agar haqiqat bo'lsa, haqiqiy jihod bo'lsa, haqiqiy shahidlik bo'lsa, qani ular birinchi safda? Nimaga 10 yil, 15 yildan beri o'lmayapti bular? Nimaga qoniga bomba baylab portlatmayapti o'zini? Nimaga degan savol. Biz ustimizdan kulyapti. Bizni iymon e'tiqodimizdan foydalanyapti. Din deganda faqat Qur'on, hadisni tushunadigan qilib qo'ydi. Din Qur'on, hadisda o'zi emas. Dinda deb dunyoni deb dinda tashamaydi meni yaxshi ummatim dedilar. Agar bugun biz faqat Qur'on, hadisni bola mulla bo'ladi, qori bo'ladi, mulla bo'ladi, qori bo'ladi, mulla bo'ladi, qori bo'ladi. Nima bo'lamiz, hammamiz mulla qori bo'lsak? Nima bo'lamiz ayting? Xor bo'lamiz, ishchi bo'lamiz, qul bo'lamiz, rabochiy bo'lamiz. Nimaga musulmonlardan u osmonga chiqmasligi kerak? Nimaga musulmonlardan falon millionlik zavod qurmasligi kerak? Nimaga musulmonlar katta mashina minmasligi kerak? Nimaga musulmonlar professor bo'lmasligi kerak? Qachongacha Tibetga yo Xitoyga yo Hindistonga borib, g'ayri dinga borib 10 ming, 20 ming, 30 ming dollar pul tashab kelamiz biz? Bitta operatsiya 30 ming dollar, 20 ming dollar. Bitta buyrakni peresatkasi agar buyrak olib borsangiz 20 ming, 22 ming dollarga olib beradi. Qachongacha shuna yuramiz biz? Qachongacha degan savol. Bizi soddaligimizdan, bizi ishonuvchanligimizdan bular noto'g'ri foydalanyapti bular. Ko'zni ochaylik yoshlar. Dinni deb dunyoni tashamaylik, dunyoni deb dinni tashamaylik biz. Ikkovini mahkam ushlaylik. Bolalarimizni o'qitaylik, o'qisin. Chiqsin baland marralarga. Zo'r bo'lsin. Ana endi quvvatga ega bo'lamiz biz. Ana endi o'zimizga xon bo'lamiz, o'zimizga bek bo'lamiz. Kuchayamiz, zo'r yashaymiz. Bu dunyoda ochig'ini aytganda puli bor odam zo'r yashaydi. Oxiratda savob bor odam zo'r yashaydi. Bu degani nima degani? Pachkalab pulni ham bosing, pachkalab savobni ham bosing. Savobni o'zi bilan qorin to'yib qolmaydi. Mana hozirda peshin o'qidik. Tiqiq qo'lingiz cho'ntagingizga. Kimi cho'ntagida 50 dollar paydo bo'lib qoldi? Savobni o'zi bilan qorin to'ymaydi. Savobni o'zi bilan uyga hammom qurilib qolmaydi. Mana 30 pora Qur'onni xatm qiling. Kim bizga bitta tiko tashab ketadi? Tiko olish uchun ishlash kerak, pul topish kerak, izlanish kerak, kalla qatirish kerak. Keyin biz o'samiz, keyin bir rivojlanamiz. O mana o'rta asrda 200-300 yil oldingi yengilishimizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Birdamlik bo'lmadi. Chakmonni kiyib, sallani kiyib yuraverdi. Dunyoviy ish bilan ishi bo'lmadi. Bitta miltiq chiqarilmadi. Nayza bilan, qilich bilan yuraverdi. Oxiri nima bo'ldi? 4 tasi kelib miltiq bilan olib qo'ydi. Xor qildi, ustimizdan kuldi. 100 yildan oshiq qul qildi bizni. Eshakdek ishlatdi. Ustimizdan kuldi, xor qildi, qamadi, o'ldirdi. Mana Triguo 80-90 yoshlar bilan gaplashing. Men partiyada a'zo edim deydi. Uyimda Qur'on o'qib duo qila olmadim dadamga deyapti. Skaska emas bu, tirik tarix bular. Bugun. Palon organda ishlaydigan odam 5 kun, 10 kun uyda patak kuzatyapti. To'g'rimi? To'g'ri.
Qatta Qur'on o'qilmayapti. Katta majlislarda Qur'on o'qilyapti. Yana qana bizga diniy erkinlik kerak bizga. Ayting, yana nima qilsin yana? Nima bir-birimizni urishimizga borib Alloh akbar bir-birimizni otib o'ldirishimizga ruxsat bersinmi? Alloh Qur'onda aytadiki, "Va la in shakartum" agar shukr qilsalaring la azidannakum. Men ko'paytirib beraman dedi. "Va la in kafartum" agar shukr qilmasalaring dedi. Kufroni ne'mat qiladigan bo'lsalaring men olib qo'yaman demayapti Alloh. "Inna azabi la shadid" dedi. Yomon ham azoblayman dedi. Qadriga yetaylik azizlar. Qadriga yetaylik. Mana yosh kattalar aytsin, qatta oldin bilan maviza bo'lgan, mana shunaqa baqirib, baland ovoz bilan. Aroq harom deyilmagan. Aroq harom degan gapi gapirilmagan. Roza tutalmagan otishasiga, hayit namozi o'qiyolmagan. Masjidlar omborga aylantirildi, otxonalarga aylantirildi, molxonalarga aylantirildi. Hozirchi mana men imom sifatida aytaman. Deb kelganda agar namozxonlarga sharoit bo'lmasin, chaqiradi, "Ey, o'g'nab qo'y, nima? Masjiding bunaqa, nimaga usul itiring chataq" deydi. Yana bizga qana imkoniyat kerak. Musulmonlar ibodatini bemalol bajaradigan joyda u nima deyiladi? Islomobod deyiladi. Bemalol haqiqamizni qilyapmizmi? Umra hajimizga boryapmizmi? Namozimizni o'qiyapmizmi? Ozonimiz baralla aytilyapti. Men hozir mikrofonda ozon aytib xursand bo'ldim men. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. 43 yil bitta masjidda imom bo'lgan Marg'ilonlik, Toshloqda yashaganlar, Marg'ilonda imom bo'lganlar Sobir hojida o'tdilar. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Shu kim aytib berarlarda? Marg'ilonda sentrda xonaqa bor bilsanglar, ikkita baland minorali xonaqa masjid, kattalar bilasizlar. Shuni bir joy tushib ketdi dedilar. Somon suva qildik, somon loy qilib suvadik hali joy. Prosta suvab qo'ydik, tekislab qo'ydik. Ertasiga OBX chaqirdi bizni. Senlar nimaga masjid quryapsan deb bizni jazo oladi deyapti. Bitta joyda suvab qo'yganiga hozir masjidda sizlarga tahorat sharoit yaxshi bo'lmasin-da, chaqiradi imom vaka deydi. Sen nima mehrobda turib namoz qilishga sharoit qilmayapsan deydi. Hayit namozida, juma namozlarida, taroveh namozlarida turibdimi aytdi bitta ikkita xodimlar. Nimaga? Tinch namoz o'qib olsin, betartiblik bo'lmasin deb. Liboy yig'ilishda qarang, birinchi safda ahli ilm o'tiribdi. Olim o'tiribdi, imom o'tiribdi. Nimaga? Fikri eshitilyapti. Sizlar nima deysizlar? Nima qilsak bo'ladi degan ma'noda. Azizlar, biz shukr qilaylik-da, o'zimizdan ketib qolmaylik-da. Xudo xohlasa bundan ziyoda bo'ladi inshaalloh. Bundan ziyoda bo'ladi, bundan zo'r bo'lamiz Xudo xohlasa. Bizni o'rta asrda dunyo tan olgan. Diniy, islomiy tamaddunga bilasin bobolarimiz qana hissasini qo'shgan. Nimaga o'shalar mana Burxoniddin Marg'iloniy mana uzoqqa qaytmaylik. Fiqhda dissertatsiya yoqlab Al-Hidoya kitobini yozgan butun dunyo tan oladi bu kishim kitoblarini. Shular siz yoki siz aytayotgan hadisni ko'rmaganmi Burxoniddin Marg'iloniy? Bilmaganmi shu hadislarni? O'g'aninglar yoshlar. Shu sohadagi mutaxassis, shu sohadagi professorlar qilmayotgan ishni nimaga bugun biz qilamiz deyapmiz. Shuning uchun azizlar imkon darajada to'g'ri yo'lda Allohdan so'rab, shunga intilib, kitoblarni o'qib, ulamolarimizga quloq soladigan bo'lsak, inshaalloh kam bo'lmaymiz, xato qilmaymiz, adashmaymiz. Endi bilaman, jicha ovozni baland qilib gapirdim. Maqsadim yetkazish. Balki kevoli o'zimcha o'xshatib siyosatda Xudo saqlasin. Men ham siz qatori bitta fuqaroman, siz qatori bitta bandaman. Endi Alloh shu xizmatni berib qo'yibdi degan shekilga chiqib gapirayman. Mana yaqinda 1,5 yil ishlamay yurdim. Mana burchaklarda o'tirib yurdim mana. Yana nasib qildi, yana gapiryapman. Ertaga yana olib qo'ysa yana o'tiraman o'sha yerda, yerga qarab, qoragani masalasini eshitib o'tiraman. Mana oddiy odamman mana. Noldan kambag'allikdan chiqqan oilaman mana. Oddiy ishchi oilaman mana. O palonchi emasman mana. Men baqa kelib olib nima demoqchi? Buni noto'g'ri tushunmanglar. Men sizlarga siyosat qilmoqchi emasman. O'zimda bor, men ichimdagi dardimni sizlarga aytgani keldim men. Shu dardlashay deb keldim men sizlar bilan. Shuning uchun azizlar kelinglar. Nima deydi? Teskarilik, bir-birimizga to'mtayish, nima shuna narsani yig'ishtiraylik, do'st bo'laylik, duo qilaylik. Allohim o'zing mehribon zotsan. Qo'limizni ko'tarib o'zingdan so'rayapmiz. O'zing aytgansan, Alloh va'da berganda, bandalarim qo'lini ko'tarib duo qilsalar, men qaytarishdan, quruq qaytarishdan hayo qilaman degan. Allohim sirotum mustaqimda hammamizni bir qilgin.
adashtirmagin. Qalbimizga bir-birimizga nisbatan adovat, dushmanchilik, yomon ko'rishlikni solib qo'ymagin Parvardigor. Alloh uchun o'zi hammamiz bir-birimizni yaxshi ko'rishligimizni Allohim o'zing nasib va ro'za aylagin. Yashab turgan joylarimizni tinch qilgin, osuda qilgin. Har xil balo, ofat, yomonliklardan o'z panohingda asragin. Shu tinchligimizda, ofiyatimizda xizmat qilayotganlarni hammalarini o'z panohingda saqlagin. Allohumma solli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanir rahim. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.